2025-yilning eng yomon tarkibini tuzib chiqamiz. Albatta, boshlashimizdan oldin obuna bo'lib qo'ying do'stlar va tushuntirib ketaman. Bu kalendar yili bo'yicha do'stlar. 2024-25 mavsum emas. Darvozada Manuel Noyer, afsuski bu ro'yxatda bor. O'ng qanot, O'ng qanotda endi Mazraouyni qo'ymasak bo'lmaydi. va markaziy himoyachilar. Markazda ikkita duet, De Ligt hamda Ronald Araujo, Chap qanot, Andrew Robertson. yarim himoya. Yarim himoyaga men kimani qo'yib chiqardim? Bernardo Silvani qo'yardim, to'g'ri. Bo'limeni, lekin baribir o'tgan formasida emas. Barrios Pablo, Atletico Madrid o'yinchisi va Eduardo Camavinga. O'ng qanot hujumchisi. O'ng qanotda men Phil Fodenni qo'yardim, chunki o'zingizlar ko'rdinglar, 25-yilda qanaqa o'ynaganini City tarkibida. Endi hozir bo'limeni o'ynayapti, no, xuddi shu gap o'tgan formasidagi emas. Chap qanot vingeri, Shubhasiz Vinicius Juniorni qo'yardim. O'ylashim bo'yicha Real muxlislari ham qarshi chiqishmaydi bunga. va o'rtada markaziy hujumchi. Alexander Isak. Afsuski Liverpoolga to'g'ri kelmagan transfer. Va Murabbiyga endi o'ylab ko'rish kerak. Men o'zimni shaxsiy o'ylashim bo'yicha bu yerga murabbiy Ruben Amorim. Do'stlar, bu mening shaxsiy fikrim edi. Sizlar ham o'zingiz fikringizni yozib qoldiringlar, kommentariyada qolamiz.